Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Muhtaram aziz jamoatul muslimin. Bugun 1447-hijriy sana Muharram oyini 18-kuni milodiy 2026-yil 3-iyulda Juma kunida Allohning baytida jamlanib turibmiz. Alloh taolo har birlarimizdan rozi bo'lsin va o'zi rozi bo'ladigan amallarga bizlarni muvaffaq qilsin. Bugun sizlar bilan ota-ona roziligi, Alloh taoloning roziligi haqida suhbatlashamiz. Azizlar, Alloh taolo bizlarga hayot ne'matini berdi, iymon ne'matini berdi, bizlarga rizq berdi, bizlarga umr berdi va ota-onalarimiz musulmon bo'lishligini va musulmon jamiyatida tug'ilishligimizni Alloh istadi. Bu narsa bizning qo'limizda emas edi. Bu narsani bizdan Alloh taolo so'rab o'tirmadi. O'zining fazli va inoyati bilan bizni musulmon bo'lishligimizni ixtiyor qildi. Alloh taolo mana shu iymonda biz sobit qilsin. Mana shu islomda sobit qilsin. Va mana shu iymon bilan vafot etib olishlikni ham Alloh nasib qilsin. Chunki bu eng katta ne'mat, eng katta baxt. Chunki iymonsiz jannatga kirib bo'lmaydi, birodarlar. Iymonsiz Allohning roziligini topib bo'lmaydi. Alloh taolo bizlarga hayot berishligi bilan, o'ziga ibodat qilishligi bilan birga ota-onamizga yaxshilik qilishni ham buyurdi. Bizga Alloh taolo namoz o'qishni buyurdi, roza tutishni buyurdi, zakot berishni buyurdi, silay rahim qilishni buyurdi, insonlarga yaxshilik qilishni buyurdi. Shularning qatorida ota-onaga ham yaxshilik qilishlikka buyurdi. Isro surasida Alloh taolo marhamat qiladi. Estaizu billah. Va qada robbuka alla ta'budu illa iyyah va bil walidayni ihsana. Robbingiz o'zigagina ibodat qilishga va ota-onasiga yaxshilik qilishlikka buyurdi dedi. Alloh taolo o'ziga ibodat qilishni buyurdi. Boshqa bir oyat karimada wa'budulloha va la tushriku bihi shay'a. Allohga ibodat qiling, Allohga biror narsani shirk keltirmang dedi. Va bil walidayni ihsana, ota-onaga yaxshilik qiling dedi. Ko'ryapsizmi mana? Ko'p oyatlarni qarasangiz, Alloh taolo o'zigagina ibodat qilishga, unga shirk keltirmaslikka buyuradi-da, orqasidan ota-onaga yaxshilik qilishni buyuradi. Ulamolarimiz, mufassirlarimiz mana shu oyatdan kelib chiqib aytadiki, Alloh taologa ibodat qilish qatorida ota-onaga yaxshilik qilish keltirilyaptimi? Demak, ota-onaga yaxshilik qilish Allohga ibodat qilish maqomida turadi. Ota-onaga osiy bo'lish Allohga osiy bo'lish kabi maqomda turadi. Mana Alloh taolo aytadiki, innalloha la yaghfiru an yushraka bihi va yaghfir ma duna zalika liman yasha. Alloh taolo la yaghfiru an yushraka bihi, o'ziga shirk keltirgan kishini aslo kechirmayman dedi. Ya'ni boshqa bir oyatda ham Alloh taolo aytdi-ku, innallazina kafaru va matu va hum kuffar. Kimda kim kofir bo'lsa, Allohga iymon keltirmasa va o'sha iymonsiz holatda vafot etsa, ulayka alayhim la'natulloh, ana o'shalarga Allohning la'nati bo'ladi. Val malaika, farishtalarning ham la'nati bo'ladi. Wan nas ajma'in, butun insonlarning la'nati bo'ladi u insonga. Ko'ryapsizmi? Kim mushrik holda vafot etsa, uni Alloh kechirmayman dedi. Alloh, farishtalar, insoniyat uni la'natlaydi. Xolidina fiha, jahannamda abadiy qoladi mushrik odam. Musulmon bo'lmagan odam jahannamda abadiy qoladi. La yukhaffafu anhumul azab, qiyomat kuni Alloh taolo undan azobni ko'tarmaydi, yengillatmaydi. Qiyomat kuni eng qattiq va abadiy azob mushrik bo'lgan, musulmon bo'lmagan kofirlarning ustida bo'ladi. La yukhaffafu anhumul azab va la hum yunzarun. Alloh ularning dodvoylariga, farivodlariga qaramaydi. Parvo qilmaydi Alloh taolo. Shuni jahannamga tashlab yuboradi, ularga qaramaydi. Abadiy o'sha jahannamda azoblanishadi. Endi tasavvur qiling. Endi bir o'ylab ko'ring. Mana shu oyatni davomidan ota-onaga yaxshilik qiling deyapti Alloh taolo. Ulamolarimiz aytadiki, Alloh shu darajada tahdidli bo'lgan hukmdan keyin ota-onaga yaxshilik qilishga buyuryaptimi? Demak, ota-onaga yaxshilik qilish eng katta ibodat, eng katta amal va ota-onaga osiy bo'lish, ota-onaga oq bo'lish, ota-onaning dilini og'ritish eng katta gunoh bo'ladi deydi.
Oyatda Alloh taolo va bil validayni ihsana, biz ota-onaga yaxshilik qilishlikka buyurdik deyapti. Nimaga desa, inson ota-onasiga yaxshilik qilishni o'rgansa, ota-ona kim? Ota-ona sizni dunyoga keltirib, tarbiya qilib, qorningizni, ustingizni chiroyli qilib qo'ygan, chiroyli tarbiya berib qo'ygan insonlar. Bizni tirnog'imizni ham yaratishmagan. Bizni bitta soch tolamizni ham yaratishmagan. Lekin shundoq bo'lsa-da, bizni mashaqqat bilan dunyoga keltirishgan. Endi sanki ota-onangga yaxshilik qilyapsan, ota-onaga yaxshilik qilishni ulug' sanayapsan. Seni yo'qdan bor qilgan zotni nimaga Alloh deb tan olmaysan? Nimaga unga ibodat qilmaysan? Nimaga unga shukr qilmaysan degan maqsad bor. Banda ota-onasiga yaxshilik qilishlik bilan Allohni tanishni o'rganadi. Men otamga, onamga yaxshilik qilyapman. Eng yaxshi gaplarimni, eng yaxshi hadiyalarimni onamga tutyapman, otamga tutyapman. Nima uchun Robbim meni yo'qdan bor qilgan zot bo'lsa, unga ibodat qilmay? Nima uchun Allohga shukr qilmay deb inson aql farosatini, aql ko'zini ishlatishi boshlaydi. Shuning uchun ham Alloh taolo o'ziga ibodat qilish maqomida keltirdi ota-onaga yaxshilik qilishni. Va yana oyatda Alloh taolo aytadi: "Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma." Ota-onangning yoshlari katta bo'lib qolgan paytda, ikkovlari yoki ikkovlardan biri yoshlari katta bo'lib qolgan paytda fala taqul lahuma uf, ularga uf dema. Ularni jerkima, ularni ko'ngillarini og'ritma. Ularni qalblari ranjiydigan gaplarni gapirma. U ho fe'l bilan bo'lsin, ho og'izdan chiqadigan gap bilan bo'lsin. Ba'zida bitta ishi buyursa, bor ko'chaga chiqib bolonasi olib kelsa, charchaganman deymiz-ku. Bormayman, hozir keldim deydi. Yo'q. Xo'p bo'ladi. Qo'limizdan kelganicha hech ularning dillarini ortmasdan, ranjitmasdan xo'p bo'ladi deb itoat qilishimiz kerak. Chunki Alloh aytayaptiki, "Fala taqul lahuma uf", ularga uf dema. Uf kalimasi ulamolar aytadiki, yengil charchoqqa uf deydi odam. Terlab ketsa, bitta gapdan zerikib ketsa, yo bir ishdan charchab ketib qolsa nima deydi? Uf deydi. O'sha ish nihoyasiga yetmay qolsa, tugamay qolsa uf deb yoradi. Alloh aytayaptiki, shu eng kichkina malollanishlikni ham otangga, onang ko'rsatma, bildirma, sezdirma. Hatto bu fe'lni otamiz, onamiz ish buyursa, ayolimizga qo'pollik qilishlik bilan sezdirib qo'ymoqchi bo'lamiz. O'g'limiz, qizimizga qo'pollik qilishlik bilan sezdirib qo'ymoqchi bo'lamiz. Shuni ham qilma. Onang, otang senga dillari ranjib qolmasin, ko'ngillari og'rib qolmasin. Meni gapim o'g'limga yoqmay qopti, meni gapim qizimga yoqmay qopti degan hayol ko'ngillardan o'tmasin. Shunaqa fikr hayollardan o'tmasin. Chunki oq bo'lib qolamiz. Alloh saqlasin, eng katta gunohlardan biri ota-onaga oq bo'lish. Va yana Alloh taolo aytadiki, "Va la tanharhuma", ularni jerkima. Ba'zida insonlarni ko'rasiz, ota-onasi ish buyursa jerkib beradi. Shu narsani gapiraverasizmi? 10 martalab qaytaraverasizmi? Hadab kasal bo'laverasizmi? Kecha olib bordim doktorga, hali u bo'ldi, hali bu bo'ldi deb malollanishadi. Ozgina qilgan xizmatlarini malol olishadi. Lekin Alloh bundan bizni qaytardi. Ota-onangga yaxshilik qil. Va sohibuhuma fid dunya ma'rufa. Ota-onangni dunyo hayotida o'zingga sohib tut. Ham suhbating bo'lsin, ham safaring bo'lsin, hamrohing bo'lsin. Odam hamrohi bilan gaplashib charchamaydi, zerikmaydi. To'g'rimi? 10 yillab odamlar kasbdoshi bilan mazza qilib ishlab yuradi. Bir choyxonalarga boradi, ko'chalarda yuradi, bir ish bilan ko'chaga chiqadi, hech zerikmaydi. Doim birga yurishadi. Begona odam u. U otasi emas, onasi emas, yo akasi emas. Bir ko'chadagi ulfati. Shu bilan 10 yil, 20 yillab birga ishlaydi. Lekin onasi bilan nimaga shu darajada yaqin bo'lmaydi? Nima ona begonami? Ona unga dushmanmi? Yo'q. Nima uchun? O'rtada sovuqchilik paydo bo'ladi. O'rtada masofalar uzoqlashadi. O'rtada bir-birini rioya qilishlar yo'qoladi. Xuddi tasavvur qiling, yoshligimizda onamizni, otamizni tizzalarida o'tirib, quchoqlab, o'pib, erkalanganimizni nimaga 18 yoshli bola qila olmaydi? Uni tizzasiga o'tirib olsin emas. Ya'ni shunaqangi mehr nimaga qolmaydi katta bo'lganda? Shunaqangi muhabbat, otaga erkalanish, onaga oldida masalan
ko'nglidagi narsani yozish nimaga katta bo'lganda yo'qolib qoladi. Demak, mana shu muhabbat, otaga, onaga bo'lgan muhabbat tezda tugab qolganligi uchun Alloh taolo otangga, onangga yaxshilik qil, mehr ko'rsat. Insonning qalbidagi muhabbat dunyo matohlariga o'tib ketib qolishligidan Alloh taolo ogohlantirib, ota-onangga xizmat qil, ota-onangga yaxshilik qil, ota-onangga uf dema deb tinmay Qur'oni Karimda ogohlantiradi. Demak, insonning ota-onaga muhabbati boshqa narsalarga o'tib ketib qolar ekanda. O'zi xohlamagan darajada yoshligidagi muhabbat sekin o'zgarib borar ekan. Bo'yda bolalarni qarasangiz, otasiga, onasiga qo'pollik qilganini ko'rasiz. "Men charchadim" deydi. "Zerikdim" deydi. Bunaqa gaplarni ishlatma otangga, onangga. Endi ularning yoshlari katta bo'lib qoldi. Endi seni erkaligingni ko'tarishmaydi. Unaqa qo'polliging, yoshligingdagi erkaligingni ko'tarisha olmaydi. Endi Alloh nima deyapti? Ota-onang yoshligingda senga qanday rahim qilishgan bo'lsa, endi ular katta bo'lib qolishganda sen ularga rahim qil. Ba'zida otamiz, onamiz deylik masalan bir narsani ko'p takrorlashadi yoki bir ishni ko'p buyurishadi. Malol olmagin. Uf demagin. Hadeb shu gapni gapiraverasizmi? Hadeb shu ish qildiraverasizmi? Demagin. Qachon nima deysa xo'p bo'ladi. Xo'p bo'ladi. Hokisor bo'lgin. Aqlli bo'lgin, odobli bo'lgin, oldilarida halim bo'lgin. Mana Alloh taolo aytadiki: "Va la tanharhuma ulan jilkima." Ularga qo'pollik qilma. "Va qul lahumā qawlan karima." Eng yaxshi gaplaring gapir. Karim degan nima degan bilasizlar? Karim degani oqib ketish. Shu suv kabi, sel kabi oqish deganida. Alloh taolo boshqa bir oyatda bu sifatini tushuntirib aytadi-ku. "Ya ayyuhal inson, ma gharraka bi robbikal karim." O inson, seni Karim Robbingdan nima to'sib qo'ydi? Nima aldab qo'ydi? Nimaga Robbingdan aldanib qolding? Nimaga Robbingni esdan chiqarib qo'yding? Robbing Karimda, ya'ni Karim degani ko'p yaxshilik qiluvchi. Inson xato qilsa ham Alloh ne'mat beradi. Inson xato qilsa ham Alloh unga umr beradi. Inson gunoh qilsa ham bir pasda azoblamaydi. Umr beradi, vaqt beradi, tavba qilar deydi, rizqini berib qo'yaveradi. Unga ertaga yashashi uchun kunni yana davom ettirib qo'yaveradi. Alloh Karim bo'lgan zot. Voy bandam, Karim bo'lgan Robbingni ulug'ligidan, azamatidan seni nima aldab qo'yapti? Nimaga aldanib qolyapsan? Nimaga ibodat tashab qo'yapsan deb Alloh o'zini Karim sifatini tushuntiradi mana shu joyda. Voy bandam, seni Karim Robbingdan nima aldab qo'yapti? Alloh senga rizq berib turgan bo'lsa, seni xatolaring yashirib turgan bo'lsa, ayb nuqsonlaring berkitib turgan bo'lsa, nima uchun Robbingga yana gunohda davom etyapsan? Nimaga ibodat qilmayapsan? Nima aldab qo'ydi seni deb Alloh Karim sifatini tushuntiradi. Mana bu joyda ham Alloh taolay aytibdi: "Va qul lahumā qawlan karima." Ota-onangga karim bo'lgan, eng yaxshi gaplaringni gapir. Ota-onangning xatosini kechir. Ota-onangning xatosini yashir, aybini yashir. Uni aybini yuziga aytma, qo'pollik qilma. Bitta gapni 10 marta qaytarsa ham xo'p bo'ladi degin. Unga jahl qilma. Karim sifati bilan ishlatyapti. Ota-onangga karim bo'lgin. Karim, ya'ni eng yaxshi, eng muloyim gaplaringni gapirgin. Waqfid lahumā janāḥadh-dhulli minar-raḥma. Va ota-onangning oldida hokisorlik qanotingni qoqib tur. Hokisor bo'lib tur. Qo'pol bo'lma. Qovog'ingni osib olma. G'azabingni ko'rsatma. Alamingni ko'rsatma otangga, onangga. Umuman unaqa o'zingni bir siyosatingni otangga, onangga qilma. Eng yaxshi xulqing bilan turgin. Eng chiroyli ko'rinish bilan turgin. Ularga yaxshi gaplaringni gapirgin. Va qur robbirhamhuma robbayani saghira. Va ota-onangni haqqiga duo qilgin. Mana tirik bo'lsa, hayot bo'lsa, ularga xizmat qil, chiroyli gapir, chiroyli xizmatlarni qil. Vafot etishgan bo'lsa, ularning haqlariga duo qil. Va qur robbirhamhuma kama robbayani saghira. Ey Robbim, yoshligimda otam, onam menga qanday rahim qilishgan bo'lsa, ular endi vafot etib ketishdi. Men ularning xizmatlarini qila olmayapman. Bu baxtdan men mahrum bo'ldim. Ular vafot etib ketishdi. Allohim ularga menga go'dakligimda ko'rsatishgan mehrni ko'rsat. Menga go'dakligimda rahim qilishgani kabi ularga rahim qil. Men xato qilganimda, men qiynalgan zaif paytimda muomala qilishgani kabi ularga shunaqa muomala qil deb duo qilgin deyapti. Alloh o'rgatyapti.
Senga yoshligingda qanday rahim qilgan otang, onang. 2 yashar bola eding. Doim yiqilib tusharding, ovqatingni yeyolmasding, yedirib qo'yishardi. Kiyimingni kiy olmasding, kiydirib qo'yishardi. Kiyimingni yuva olmasding, yuvib kiydirib qo'yishardi. Tagingni tozala olmasding, tozalab, erkalab, hech malol olmasdan mehr ko'rsatishardi. Sen ham endi otangni, onangni duo qilgin deb Alloh aytayapti. Voy banda, otang vafot etgan bo'lsa, onang vafot etgan bo'lsa, shuna mehr bilan duo qil otangni, onangni haqqiga. Solihlardan so'rashgan ekan, ulug'lardan so'rashgan ekanki, ustoz, men solih mu'minmanmi yoki solih mu'min emasmanmi deganda u kishi aytdiki, agar sen ota-onangni haqqiga doim duo qilsang, solih mu'minsan. Agar duo qilmayotgan bo'lsang, bilginki sen solih emassan deydi. Kim otasini haqqiga duo qilyapti? Kim onasini haqqiga doim duo qilyapti? Demak, u odam solih inson. Kim duo qilmasa, duoda otasini, onasini unutsa, u odam solih inson emas. Ko'ring, o'zingiz hayotingizga qarang. Otangiz, onangiz duo qilyapsizmi? O'sha yoshligimda menga qanday rahim ko'rsatishgan bo'lsa, rahim qilgin. Gunohlarni kechirgin, xatolarni kechirgin deb duo qiling. Chunki mana bu duo bor-ku, o'rtadagi pardalarni ko'tarib yuboradi. O'rtadagi sovuqchiliklarni ko'tarib yuboradi. O'rtadagi masofalarni yaqinlashtirib yuboradi. Qachon otangizni, onangizni haqqiga duo qilsangiz, o'rtada muhabbat paydo bo'ladi. Muhabbat ziyoda bo'ladi. Duo qilaverish kerak to'xtamasdan. Ba'zi bir yosh yigitlar shikoyat qilib qolishadi-da, otam ichadilar, kelib onamni urarlar, bizni so'karlar deydi. Bu albatta u banda uchun og'ir sinov, imtihon, Allohning imtihoni. Sabr qiling deymiz. Nima bo'lganda ham otangizga qattiq gapirmang, otangizni jerkimang, qo'pollik qilmang. Qo'lingizdan kelgancha xizmatini qiling. Qo'lingizdan kelgancha agar imkon qila olsangiz, o'sha narsani to'xtatishlik uchun bir do'stlarini, yaqin kishilarini dalolat qiling, otamga nasihat qilinglar, otamga tushuntiringlar deb o'rtaga bir vakil kirgizing. O'zingiz qattiq qo'pol gapirmang deb aytamiz. Nimaga? Chunki shunda ham hatto ota-onasiga oq bo'lib qolishi mumkin. Onasini, otasini qarg'ishiga sababchi bo'lib qolishi mumkin. Mana hozir o'rganamiz, hadis sharifida keladi. Ota-onani farzand haqqiga qilgan duosida parda bo'lmaydi. So'zsiz ijobat bo'ladi. Shuning uchun nihoyatda farzand ota-onasini rioyasini qilish kerak. Oq bo'lib qolishdan ehtiyot bo'lishlari kerak. Alloh taolo Luqmon surasida yana aytadiki, Astagfirullah, "Va wasaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin." Biz insonga ota-onasiga yaxshilik qilishlikni buyurdik. Chunki ona mashaqqat ustiga mashaqqat bilan farzandini qornida ko'taradi. "Va fisaluhu fi amayn." Va yana uni tarbiya qilishlik 2 yil davom etadi. Ya'ni 2 yil bechora ona tuqqan farzandini nima qiladi? Bag'rida ko'tarib, uni emizib, uni qornini to'ydirib, ustuvoshiga qarab, tagiga qarab, kasal bo'lsa qarab, to o'zini eplaydigan yoshgacha parvona bo'lib mehnat qiladi. Anishkurli va livalidayka ilayyal masir. Alloh aytayaptiki, menga va ota-onangga shukr qilgin. Qarang, menga va ota-onangga shukr qilgin. Subhanalloh. Shukr qilish nima degani? Ey Alloh, bergan ne'matingga behisob shukr deymiz, ha? Alloh, sen menga hayot berding, o'zingga behisob shukr deymiz. Sen menga farzand berding, behisob shukr deymiz. Sen menga rizq berding, Alloh, shukr deymiz. Xuddi mana shu shukr otangga ham, onangga ham aytgin deyapti. Yaxshi ham otam, onam siz borsiz. Siz sababchi bo'ldingiz biz dunyoga kelishimizga. Siz sababchi bo'ldingiz biz shundoq yurishimizga deb onangga shunaqa gaplarni gapir. Otangga shunaqa gaplarni gapir deyapti. Anishkurli va livalidayka ilayyal masir. Menga va ota-onangga shukr qilgin deyapti Alloh taolo. Qaytishlik faqat o'zimning huzurimga bo'ladi. Hammangiz o'zimning huzurimga qaytasiz hali. Yaqinda Alloh azza va jallaga yo'liqamiz. Tezda biz ham vafot etamiz. Robbimiz huzuriga boramiz. Ana o'shanda shukrni mukofotini ko'ramiz. Ota-onaga demak Alloh taolo yaxshilik qilishlikka buyurdi, ularga iltifot ko'rsatishga va muloyim bo'lishlikka chaqirdi. Shuning uchun ham farzand ota-onasiga qo'pol javob qilmasin, ko'zlariga tik qaramasin, ularga ovozini ko'tarmasin, balki ular oldida qul o'z hojasini oldida qandoq turadi? Qul xizmatkor o'zini sayyidini oldida qandoq tursa, farzand ota-onasini oldida xuddi shunaqa tursin dedi. Ulamolar
Solihlar yana aytishadiki, ota-onani oq qildim deyishlik shart emas. Ota-onani mana shu lafzni ishlatish shart emas. Ota-ona unaqa gapni ham gapirmaydi. Hech qaysi ota-ona farzandini oq qildim demaydi. Lekin qalbidan o'tib qolishi mumkin. Qalbi og'rinib qolsa shuni o'zi kifoya. Mana Abdulloh ibn Umar roziyallohu anhuma aytgan ekanlarki, ota-onani farzandini oq qilishligi lafz bilan bo'lishi shart emas. Qachonki ota-ona farzandiga o'ylashib gapirsa, undan qo'rqib gapirsa, unga gapirayotganda gaplarini ikkilanib, o'ylanib, qo'rqib, shunaqa holatda gapirsa, bilsinki farzand ota-onasiga oq bo'ldi. Shu darajada. Nimaga desa, chunki ota-ona farzandini oq qildim demaydi. Hech qaysi ota-ona farzandini u so'zini aytib oq bo'lganligini izhor qilmaydi. Bu nihoyatda yomon narsa-da aslida. Endi shuni aytdi, shunda hayo qilib, shu lafzni ishlatishdan hayo qilib gapirmayaptiki, ayta olmayaptiki yoki gaplashsa o'ylashib gaplashyaptimi? Demak, u farzand otasiga, onasiga oq bo'lgan deydilar. Abdulloh ibn Umar shunday deydilar. Abdulloh ibn Mas'ud roziyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadisda payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam aytdilarki, "Qultu ya Rasululloh", men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan so'radim. "Ya Rasululloh, ayyul a'mali afdal?" Ya Rasululloh, Alloh taologa eng suyukli amal qaysi deganimda, payg'ambar alayhisolam aytdilarki, "As-solatu li vaqtiha", o'z vaqtida o'qilgan namoz dedilar. Qala qultu, so'ng aytdimki, "Thumma ayyu", undan keyin qaysi ya Rasululloh deganimda, "Birrul validayn" dedilar. Ota-onaga yaxshilik qilish. Ko'ryapsizmi? Maqom jihatidan, fazilat jihatidan eng yuksak maqomda turibdi. O'z vaqtida o'qilgan namoz Alloh taologa eng suyukli amal. Va undan keyin ota-onaga yaxshilik qilish. Ba'zi bir farzandlarni ko'rasiz, ota-onasini ta'minlab turibman, ro'zg'orini qilib beryapman, nafaqasini qilib beryapman deydi-da, qolgan narsani yig'ishtirib qo'yishadi. Chiroyli gaplar, eng yaxshi bir insonning qalbidan chiqadigan gaplar yo'q. Otamga, onamga hamma sharoit qilib berganman deb g'o'ddayishadi, qilgan xizmatlarni gapirishadi. Bu vazifamiz bu. Shundoq ham qilamiz. Shundoq ham bajaramiz bu ishni. O'zimiz bolamizga, ko'chadagi odamlar pul topib yetimga yaxshilik qilyapti. Odamlar pul topib miskinlarga nafaqa yaxshilik qilyapti. Otangizga qilmaysizmi? Onangizga qilmasmi deysiz? Axir ular sizni dunyoga keltirgan, sizni tarbiya qilgan otangiz, onangiz-ku axir. Qilasiz. Undan da afzalini qiling, undan da yaxshirog'ini qiling, undan da go'zalini qiling otangizga, onangizga. Muomalada ham, fe'l atvoringizda ham, xulqingizda ham eng chiroyli holatda muomala qiling. Chunki ularni duolari ijobat. Farzand haqqiga qilgan duosi ijobat. Agar ularni sizni haqqingizda duo qilishsa, ishingizda baraka bo'ladi, oilangizda baraka bo'ladi, hayotingizda bir mazmun, lazzat bo'ladi. Agar aksincha ota-ona sizni haqqingizga duo qilishmasa, aksincha o'rtada sovuqlik bo'ladigan bo'lsa, unda hovlimizga voy bo'ladi. Ishimizda ham baraka bo'lmaydi. Hayotimizda ham ma'no mazmun qolmaydi. Oilamiz ham parokanda bo'lib ketadi, Alloh saqlasin. Anas ibn Malik roziyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadisda Rasul akram sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Man sarrahu an yamudda lahu fi umrihi wa yuzada lahu fi rizqihi falyabarra walidayhi walyasil rahimahu." Imom Ahmaddan kelgan hadisda Rasul akram sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, kimni umri uzun bo'lishligi va rizqi keng bo'lishligini xursand qilsa, ota-onasiga yaxshilik qilsin va silay rahmi bog'lasin. Ikkita narsa. Umringiz uzoq bo'lishligini, rizqingiz keng bo'lishini istaysizmi? Bugun odamni yaxshi yashay, chiroyli sharoitda yashay, bolalarim kam bo'lmasin, uyim yaxshi bo'lsin, boshqa bo'lsin deb eng yaxshi kasbga qiziqadi. Ko'proq pul topay deydi, ko'proq mehnat qilay deydi, Payg'ambar alayhisolam aytibdilarki, rizqing ko'p, baland bo'lishini istaysanmi? Umring uzoq bo'lishini istaysanmi? Otangga, onangga yaxshilik qil va qarindoshlik aloqalarini bog'la. Alloh hayotingga baraka beradi. Umringga ham, rizqingga ham baraka beradi. Inson bilmaydi-da, qayerdan Alloh baraka berishligini, qayerdan rizq berishligini Alloh biladi. Alloh taolo biz o'ylamagan tomondan bizga rizq berishni yaxshi ko'radi. Va yarzuqu min haythu la yahtasib. Alloh rizq beradi. Siz o'ylamagan tomondan rizq beradi.
siz kutmagan tomondan rizq berish yaxshi ko'radi. Allohning sifatlaridan biri biz bandalar o'ylamagan tomonimizdan rizq berish Alloh yaxshi ko'radi. Go'yoqda biz mana shu savdoyim orqasidan baraka topaman deymiz. Shu kasbim orqasidan baraka topaman, hayotim zo'r bo'lib ketadi deymiz. Lekin Alloh biz o'ylamagan tomondan rizq berish yaxshi ko'radi. Biz kutmagan tomondan bizga ne'mat berishni yaxshi ko'radi. Va yana bir hadis sharifda Abdulloh ibn Abbos roziyallohu anhudan keltiriladi. Imom Buxoriy Adabul Mufrad kitoblarida keltirganlar bu hadisni. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam aytdilar: "Ma min muslimin lahu abwanin fayusbihu wa huwa muhsin ilayhima illa futiha lahu baban min al-jannah." Payg'ambarimiz aytdilarki, qaysi bir musulmonning ota-onasi tirik bo'lsa-da, ularga yaxshilik qilib tong yottirgan bo'lsa, Alloh taolo unga jannatni ikki eshigini ochib qo'yadi. Mana sizga ota-onangiz hayot bo'lsa, uyingizda jannatning ikkita eshigi bor. Uyingizda jannatning ikkita eshigi bor. Ota-onangiz hayotmi? Allohga hamd ayting, shukr qiling. Bugun sizga shu ne'mat berilib turibdi. Yaxshilik qiling, qo'lingizdan kelgancha xizmat qiling, qo'lingizdan kelgancha ularga hadiya bering, yaxshi gaplaringizni gapiring, oldilarida ham suhbat bo'ling, yaqin bo'ling. Va sohibuhuma fid dunya ma'rufat Alloh taolo. Ota-onangni dunyo hayotda o'zingga sohib tut. Sohib degani hamroh degani. Aytayapmiz, odamlar 10 yillab, 20 yillab bitta ishxonada bir hamrohi bo'ladi, yaqin kishisi bo'ladi, shu bilan birga ishlaydi. Hech zerikmaydi. Gaplashib ham, ko'chaga chiqib ham, birga ishlab ham, birga safarga borib ham zerikishmaydi. Lekin otasini oldiga kirganda, onasini oldiga kirganda 5 minutda zerikib qoladi. 5 minutda gap tugab qoladi. 5 minutda oldidan chiqib ketgisi keladi. Bu nimadan? Ota-onaga bo'lgan muhabbat yo'qligidan. O'sha jannatni ko'rmayapmiz. Shayton to'sib qo'ygan. Shayton fitna solib qo'ygan o'rtamizga. Shayton o'sha jannat eshigini bizga ochilishini istamayapti. Bizga o'sha narsani katta bir muammo qilib ko'rsatyapti. O'sha jannatga kirishligimizni shayton xohlamayapti. Shaytonning gapiga kirib, otasini, onasini ko'yini ortib ketadigan odamlar qancha? 3 minutdan ortib o'tira olmaydigan odamlar bor, bilasizlarmi? Otasini oldida. 1 minut o'tira olmaydi. Gapini gapirib tezda chiqib ketadi. Odam shunaqa, shu darajada bo'ladimi odam? Otang bilan, onang bilan gaplash, suhbatlash, gaplashib o'tir. U faqat u ish yuzasidan gaplashilmaydi-ku ota bilan, ona bilan, to'g'rimi? Alloh aytayaptiki, ularni o'zingga ham suhbat bilgin. Ham suhbat odam hech gaplashib zerikmaydi. Ota-onani yuziga termilib o'tirish ham ibodat. Ota-onani yuziga qarab tabassum qilish alohida bir ibodat. Abu Hurayra roziyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam aytdilarki: "Raghiba anf raghima anf raghima anf. Adraka walidayhi ahaduhuma aw kilahuma 'indahu al-kibar lam yudkhilhu al-jannah." Abu Hurayra roziyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda payg'ambar alayhisolatu aytdilarki, huzurida ota-onasi hayot bo'lib, har ikkisi yoshlari katta bo'lib qolgan paytda ularni xizmatlarini qilib, roziliklarini olib, jannatni o'ziga vojib qila olmagan kishi xor bo'lsin, xor bo'lsin, xor bo'lsin dedilar. Qarang. Ota-onamiz tirikmi? Xizmatlarini qilaylik. Imkon qadar tahoratlariga suv bo'lsa suv, uylari sharoit qilib bering. Qo'lingizdan kelgancha. U mol dunyoni olib kelib, uqalashtirib, taqalashtirib tashamang, lekin ozgina muhabbatingiz bo'lsin, ozgina shirin gapingiz bo'lsin, ozgina olib kelgan narsangizni elining. Eng yaxshi gaplaringizni gapiring. Shuni o'zi ham katta ne'mat. Shuni o'zi bilan ota-onangiz ham rozi bo'lishadi. Ota-onangiz xursand bo'lishadi. Dunyoni oyoqlarining tagiga olib kelib sochish shart emas. Dunyoni olib kelib chiroyli sharoit qilib berishingiz ham shart emas. Qo'lingizdan kelmasa o'zingizni o't cho'qqa urmang. Qo'lingizdan kelgancha qiling. Qo'lingizdan kelgancha yaxshilik qiling. Ota-onangiz xursand bo'lishadi. Ota-onangiz rozi bo'lsa, ishingizda ham baraka bo'ladi, kasbingizda ham baraka bo'ladi, oilangizda ham baraka bo'ladi. Umringiz uzoq bo'ladi, rizqingizga Alloh baraka beradi. Hatto agar roziliklarni ola olmasa, deyaptilar payg'ambar alayhisalom. Ota-onasining roziligini ola olmasa, agar oq bo'lib qoladigan bo'lsa, ota-onasi tirik bo'lib, burni yerga ishqalsin, xor bo'lsin, deyaptilar.
Qancha otasiga, onasiga oq bo'lgan kishilarni ko'rganmiz, eshitganmiz, ko'pimiz. Hali ba'zida ota-onasini xizmatini qilmasdan safarlarga ketib borib, ota-onasini qo'yni og'ritib, o'sha joyda xohlagancha yashab yurib, xohlagancha yurib, yeb-ichib, otasidan, onasidan xabar olmaydigan kishilar bor. Alhamdulillah bu joyga kelgan, bu joyda namoz uchun, ibodat uchun kelgan odamlar hammalari yaxshi insonlar, lekin unaqa odamlar bu odatda masjidga ham kelmaydi. Unaqa odamlar Baytullohga qadam bosa olmaydi. Gunoh shunaqada insonning qalbini qo'rg'on qilib o'rab qo'yadi. Allohdan to'sib qo'yadi. Ibodat qilishdan to'sib qo'yadi. Har bir qilingan Allohga qilingan osiylik Allohga ibodat qilishdan to'sadi bandani. Shuning uchun Alloh taolo bandani gunohdan qaytaradi. Chunki gunoh insonni Allohdan to'sadi-da. Gunoh Allohdan to'sganligi uchun o'shanaqa insonlar Baytullohga ham kela olmay qoladi. Qalbini Alloh muhrlab qo'yadi. Qancha odamlar safarlarda yuradi. Otasini, onasini xizmatini qilmasdan. Bechora ota-onalari ro'zg'orda kamchilik, bir kasal bo'lib qolgan, davolanish kerak. Hech kim xabar olmaydi. Yordam so'rab kelishadi-da shunaqa insonlar. Bolam safarda yuribdi, 7 yildan beri kelmaydi, bizga bir ozgina narsa jo'natmaydi deb shikoyat qilishadi. Nihoyatda achinarli. Shunaqa farzandlar 1-2 bo'lmaydi. Shunaqa farzandlar hayotda baraka topmaydi. Baraka topgan insonlarni ko'rasiz. Alloh ishiga ham baraka bergan, rizqiga ham baraka bergan, hayotiga ham baraka bergan. Ibodatini ham qilgan, ahli ayoli bilan, bolalari bilan ham chiroyli yashagan, ota-onasiga ham chiroyli xizmat qilgan, duo olganligidan, ota-onasi o'sha farzandning haqiga duo qilganligi uchun shu farzandlar shunaqa chiroyli bo'lib yurishdi-da. Ota-onani rozi qilish jannatning kaliti bo'lsa, ularni norozi qilish, ko'ngillarini ranjitish, dillarini xira qilish bu baxtsizlikning halokat sabab bo'ladi. Abu Umama roziyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadisda bir kishi payg'ambar alayhisolamdan so'radi: "Ya Rasululloh, ota-onani bolasidagi haqqi nima?" deb so'raganda payg'ambarimiz alayhisalom aytdilarki: "Huma jannatuk aw naruk." Ota-onang seni jannating yoki do'zaxingdir dedilar. Qarang. Savolni ham qarang. Ota-onani bolasidagi haqqi nima? Ko'ryapsizmi? Ota-onani bolasidagi haqqi aytib o'tirmayaptilar. Ota-onani bolasidagi haqqi nima bo'ladi? Desa, u jannating yo do'zaxing. O'sha ota-onangni rozi qilsang, jannatga kirasan, agar ularni oq bo'lib, ularni ranjitadigan bo'lsang, jahannamga kirasan. Endi ota-ona tirik bo'la turib, ularning xizmatlarini qilmay yurgan odamlarni ko'ryapsiz-ku. Shularning hayotiga qarasangiz nihoyatda achinarli. Na bir xotini bilan yaxshi yashagan, na bir bolalariga chiroyli tarbiya bergan, na bir kasbida baraka topganini ko'rasiz-da. Juda ham achinarli holat. Ota-onaga oq bo'lgan kishilar aslo baraka ko'rmagan, baraka topmagan. Yana payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam bir hadislarda aytadilarki, "Ridor rob fi ridol validi va sahatur rob fi sahatil valid." Alloh taoloning roziligi ota-onaning roziligidadir. Allohning roziligini istaymizmi? Birinchi ota-onamizni rozi qilaylik, ota-onamizning xizmatlarini qilaylik, duolarini olaylik, Alloh rozi bo'ladi. Va sahatur rob, Alloh taoloning g'azabi ota-onaning g'azabidadir. Ko'ryapsizmi, shu darajada. Ota-onani ranjitsa Alloh g'azab qiladi. Alloh ranjiydi. Ota-onani norozi qilgan insonga Alloh taolo g'azab qiladi. Shuning uchun dillarni og'ritib qo'ymaylik. Qo'limizdan kelgancha eng yaxshi gaplarimizni gapiraylik. Oldilari kirganda otamiz, onamizni yuzlariga bir tabassum bilan, ko'chadagi g'am tashvishimizni, ko'chada falon kishi bilan gaplashuvdim, asabim buzib qo'ydi, jahlim chiqib qoldi deb otangizni, onangizda, ayniqsa yoshlar katta bo'lib qolgan paytda unaqa o'zingizni bir jahlingiz chiqib qolganini, asabingiz buzilib qolganini ko'rsatmang. Endi ular yoshlar katta bo'lib qoldi. Bu narsani ko'tarisha olmaydi ular. Ularga eng yaxshi gaplaringizni gapiring. Gohida masalan, ba'zi bir otalar, onalar yoshlari katta bo'lib, ko'p bemorlik bo'lib, injiq bo'lib qolishadi. Bir narsalar yoqmay qoladi. Bir narsani yegiz kiyib qoladi. Boya aytgan gapini yana qaytarib yuboradi. Kecha aytgan gapini yana 10 martalab qaytarib yuboradi. Shunaqa paytda ha deb gapiraverasizmi shu gapingizni demang. Endi
Shunaqa ekanda Alloh taolo summa radadnahu asfala safilin. Biz insonni eng go'zal suratda yaratdik, so'ng yana asfala sofilinga uni zaiflik holatiga qaytaramiz deydi. Biz ham ertaga qaraymiz. Biz ham ertaga zaiflashamiz. Fikrimiz, xayolimiz ikir-chikir bo'lib qoladi. Shunaqa paytda bitta gap ko'p qaytaradigan bo'lib qolamiz. Bolamiz bizdan ko'ra ziyrak bo'lib qoladi, aqlli bo'lib qoladi. Mana gapni 10 martalab qaytardingiz. Gapiraverasizmi deb bizni jirkishni xohlamaymizmi? Biz ham ota-onamizni shunaqa jirkib qo'ymaylik, qo'pollik qilib qo'ymaylik. Har qancha ko'p gapirsa ham xo'p bo'ladi. Xo'p qilaman. Inshaalloh qilaman, harakat qilyapman. Qo'limdan kelgancha eng chiroylisini qilaman deb harakat qilavering. Eng yaxshisini otangizga, onangizga qiling. Va yana payg'ambarimiz alayhisolatu vassalom bir hadislarda aytdilarki, birru abaakum tabarrakum abnaukum. Ota-onalaringizga yaxshilik qiling, farzandlaringiz ham sizlarga yaxshilik qilishadi. Bilyapsizmi? Qaytar dunyoda ekkaningiz o'rasiz. Nima xizmat qilsangiz otangizga, onangizga, farzandlaringiz ham sizga xizmat qilishadi. Nima yaxshilik qilgan bo'lsangiz farzandingizdan qaytadi. Alloh taolo qaytarib qo'yadi, albatta qaytaradi. Ibrohim alayhisalom otalariga muomala qilganliklarini Alloh taolo Qur'oni Karimda keltirdi. Ibrohim alayhisalom kim? Payg'ambar. U kishining otasi kim? Ibrohim alayhisalom otalari butlardan haykallarni yasab, yog'ochlardan haykal butlarni yasab, bozoriga olib chiqib sotadigan shunaqa duradgor savdogar bo'lganlar. Tasavvur qilyapsizmi? Payg'ambar otasi-ya. Payg'ambar otasi shirkni tarqatuvchi odam bo'lgan. Ibrohim alayhisalom otalariga yaxshi gap gapirgan. Eng chiroyli muomalani qilgan. Ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsir. Nimaga ko'rmaydigan, eshitmaydigan butlarga ibodat qilasiz? Qo'ying, Alloh taolo menga payg'ambarlikni berdi. Alloh taolo o'ziga ibodat qilishlikni buyurdi. Allohning o'ziga ibodat qiling, ey otam, ey otajonim deb ya abati kalimasi. O'zi abun kalimasi ota degani. Ya abi desa ey ota degani. Abati degan otajonim degani. Erkalab chaqirganlar otalarni. Ya abati, ya abati. Shunaqa so'zlar, ey otajonim, ey mehrbonim, nimaga bu ish qilyapsiz? Bu ish noto'g'ri ish. Mana bu ish qiling, Allohga ibodat qiling, Allohga shirk keltirmang deb otalar nasihat qilganlar. Endi u kishi payg'ambar, u kishi Allohning rasuli. U kishi aytmasalar bo'lmaydi buni. Aytayaptilar, qanaqa holatda? Mehr ko'rsatib, chiroyli muomala qilib. Ba'zida biz otamiz, onamiz sal ozgina xato qilib qo'ysa qo'pollik qilib yoramiz. O'sha qo'pollikni qilmang. U kishi ham inson, otangiz ham inson. Sizga o'xshagan bir bashar esdan chiqib qolgandir, xato qilib qo'ygandir. Otangiz, onangiz aybini, kamchiligini ko'chaga olib chiqib gapirmang. Uy ichida isloh qiling. Qo'lingizdan kelgancha sabr qiling kamchiligiga. Ular ham inson. Ularning xatolarini hammaga oshkor qilib gapirib, qo'pollik qilmang. Alloh taolo oila haqida nima deydi? Va la tansavul fadda baynakum. O'rtalaringizdagi fazilatni esdan chiqarmang. Fazilat nima? Bir insonning kamchiligi ham bo'ladi, fazilati ham bo'ladi. O'sha fazilat kamchiligini yopib turadi. Ikkita xatosini deb turib, uni bor fazilatini, ulug'ligini yo'qqa chiqarib yormaslik kerak. Otam chekadi, otam ichadi deb hamma oldida gapirib, otangizni sharmanda qilmang. Haqqiga duo qiling. Agar nasihat qilish kerak bo'lsa, otangiz tengqur atrofidagi kishilarga ayting. Shu ishni tark qilsalar, to'xtatsalar yaxshi bo'lardi, bir aytib ko'ring deb do'stlarga ayting. O'zingiz otangizga tikka borib gapirmang. Sizga nisbatan qalbida shunaqa xafa bo'lib qolishi mumkin, ranjib qolishlari mumkin. Shuning uchun Ibrohim alayhisalom Alloh taolo misol qildi. Shundoq payg'ambar otasiga ey otajonim deb chiroyli muomala qildilar. Shuning uchun ham Alloh taolo misol qilib Ibrohim alayhisalom keltirdi. Hatto mushrik bo'lgan otalarning haqiga duo qilardilar. Ibrohim alayhisalom. Qachon duoni to'xtatdilar? Otasi vafot etgandan keyin. Alloh taolo ey Ibrohim, bundan keyin endi otangizni haqiga duo qilmang dedi. Chunki mushrik holda vafot etdimi? Bu mushrik bo'lgan, musulmon bo'lmasdan vafot etgandan keyin uning haqiga duo qilinmaydi. Tirik bo'lgan mushriklarning haqiga duo qilsa bo'ladi. Allohim tavfiq ber, Allohim isloh qil, hidoyat ber deb duo qilsangiz bo'ladi. Otaizmi, begonami duo qilsangiz bo'ladi. Ibrohim alayhisalom o'zlarining otalarini duo qiladi. Ey Allohim o'zing tavfiq ber, hidoyat ber, gunohlarini kechir deb mushrik bo'lgan otasini haqiga duo qilardi. Endi vafot etgandan keyin Alloh taolo to'xtatib qo'ydi. Vafot etgandan keyin bo'ldi. Nimaga? Chunki Alloh taolo aytadiki, innallazina kafaru va matu va hum kuffar.
albatta kofir bo'lgan va kofir holida vafot etgan kishilar ulaika alayhim la'natullohi val malaikati wan nasi ajma'in. Ana o'shalarga Allohning la'nati bo'lgay. Farishtalarning la'nati bo'lgay. Bu butun insonlarning la'nati bo'lgay. La yukhaffafu khalidina fiha. U mushriklar jahannamda abadiy qolishadi. La yukhaffafu anhumul azab. Ulardan azobni Alloh taolo yengillatmaydi. Va la hum yunzarun. Ularga qaralmaydi. Alloh taolo qaramaydi. Mushriklarni Alloh taolo jahannamda azoblab parvo ham qilmaydi. Dodvoylarga quloq ham solmaydi Alloh taolo. Ko'ryapsizmi? Mushrik holatda vafot etish juda ham katta gunoh. Osiy bo'lish Allohga. Alloh abadiy kechirmayman dedi. Innalloha la yaghfiru an yushraka bihi va yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Albatta Alloh shirk keltirib vafot etgan kishini kechirmayman dedi. Shirkdan boshqa gunoh qilganlarni o'zim xohlaganlarimni kechiraman dedi. Shirkdan boshqa gunoh bo'lsa Alloh kechiradi. Tavba qilsangiz, istig'for aytsangiz kechiradi. Lekin shirkni kechirmayman degan. Ibrohim alayhisalom otalari mushrik holda vafot etdi. Albatta bu payg'ambar uchun og'ir narsa. Juda ham og'ir sinov. Lekin bizki oddiy bir musulmon bo'lib payg'ambar emasmiz. Oddiy bir musulmonmiz. Otamiz musulmon, onamiz muslima. Ularning haqlariga nimaga duo qilmaymiz? Nima uchun onamizni, otamiz haqlariga duo qilmaymiz? Albatta duo qilaylik. 5 vaqt namozlarimizda, tahajjudlarimizda yoki imkon topganimizda otamizni, onamizni haqlaridan sadoqatlar qilib, ihsonlar qilib, savobi otamga bo'lsin, savobi onamga bo'lsin deb nimaga sadoqatlar qilmaymiz? Nimaga yaxshiliklar qilmaymiz? Har bitta qilgan savob amalingiz birinchi o'zingizga yoziladi. Keyin otangizga, onangizga yoziladi. Alloh taoloning fazlida bu. Sizga o'zingiz nomai amalingizga yozadi. Undan keyin otangizni, onangizni haqqiga yozadi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam aytdilar-ku, inson vafot etgandan keyin hamma amallar to'xtaydi. Qanaqa amal bo'lsa to'xtaydi. Bu nomai amal bekitiladi. Farishtalar nomai amalni yopishadi. Bu inson vafot etdi. Bunga endi amal yozilmaydi. Lekin 3 toifa bor, albatta ularning amallari qiyomatgacha to'xtamay yozib boriladilar. Birinchisi sadaqa joriya qilgan bo'lsa, masjid, madrasalar qurgan, yo'llarni, ko'priklarni qurgan, mu'minlar manfaatlanadigan joylarni qilgan bo'lsa, o'sha qilgan sadaqati to yo'q bo'lib ketgunga qadar savobi nomai amalga yozilib turadi. Ikkinchisilar ilm qoldirgan bo'lsa, kitoblar yozgan, shogirdlar chiqargan, qancha yaxshi amallarni qilgan, shularning savobi vafot etgan kishining nomai amaliga yozilib turadi. Uchinchisilar avvaladin solihin yad'u lahu, ota-onasining haqqiga duo qilib turadigan solih farzandi bo'lsa, qiyomatgacha o'sha farzandni nomai amalidan, savobidan unga yozib turiladi. Ko'ryapsizmi? Bizga qancha Alloh taolo fazlini, rahmatini ochib qo'ydi. 4 ta farzandingiz bo'lsa, 4 ta farzandingiz agar namoz o'qisa, boy bo'lsa, ihson qilsa, ibodat qilsa, mislicha savob sizning nomai amalingizga borib turadi. Qiyomat kuni odamlar bitta amalga zor bo'ladi. Bitta kichikgina savobga ham zor bo'ladi. Buni misolini aytaymi? Alloh taolo Qur'oni Karimda misol qilib keltiradi. Misol qilib aytadiki, qiyomat kuni vafot etgan banda, ey Robbim, qani meni tiriltirsangda bir ozgina solih amal qilib taqvodorlardan bo'lsam deb orzu qiladi. Qaniydi dunyo hayotiga qaytsam, ozgina ibodat qilib olsam, ozgina sadaqat qilib olsamda solih bandaga aylanib olsam deb Allohdan zorlanib so'raydi. Bugun biz tirikmiz. Bugun bizga Alloh hayot berib turibdi, umr berib turibdi. Shu farzandlarimizni chiroyli tarbiya qilaylik. Shu farzandlarimizga ilm, Allohni tanitib, ilm berib, halol kasb o'rgatib qo'yaylik. Qiyomatgacha bizga sadaqa joriy bo'ladi. Katta ajr biz nomai amalimizga to'xtamasdan borib turadi. Allohdan umid qilamiz, Alloh hammamizga rahim qilsin, gunohlarimizni kechirsin, ota-onalarimiz ham gunohlarini kechirsin. Lekin bitta gunohimiz biz jahannamda ushlab qolishi mumkin. Bitta gunohimiz deb Allohning oldida hisob maydonida uzoq vaqt qolib ketishimiz mumkin. Lekin agar o'sha farzandlarimiz bizni haqqimizga duo qilsa, ey Alloh, otamning gunohlarini kechir, onamning gunohlarini kechir deb duo qilsa, o'sha duo sababli Alloh bizni mag'firat qilib yuboradi. Bizga qanaqadir bir savob yetishmay turishi mumkin, jannat eshigida qolib ketishimiz mumkin. O'sha ota-onamiz solih farzand qoldirganmi? O'sha ota-onamiz haqqiga duo qilsak, ota-onamiz jannatga kirib ketadi, jahannamdan qutulib ketadi.
Biz sababchi bo'lib qolamiz otamizni, onamizga jannatga kirishliklariga inshaalloh sababchi bo'lib qolamiz. Alloh hammalarimizga himmat bersin. Ota-onalarimizga xizmat qilish nasib qilsin. Va ota-onamizga muhabbatli qilsin. Bugun yoshlarning qo'lida telefon, tagida mashina, ishi bor, ota-onasi bilan ishi yo'q. Ko'chada ulfatlari bilan 2 soat, 3 soatlab oshxonalarda, choyxonada o'tiradi. Gaplashib o'tiradi 12-1 gacha. Lekin otasi bilan onasi bilan gaplashib o'tira olmaydi. 3 minutdan uyoqqa o'tmaydi suhbat. Ko'rganmisiz shunaqa bolalarni? Hozir bolalar shunaqa bo'lib katta bo'lyapti. Hozirgi yoshlar shunaqa bo'lib katta bo'lyapti. Otasi bilan onasi bilan 3 minutdan ortiq gaplasha olmaydi. Bu oq bo'lganligi sababi. Ertaga oq bo'lib qoladi. Ertaga jahl qiladi onasiga, otasiga qo'pollik qiladi, oq bo'lib qoladi. Buni oqibati yomon bo'ladi, Alloh saqlasin. Mana payg'ambarimiz alayhisolatu vassalom bir hadislarida Abdulloh ibn Amr roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Al-kabairu al-ishraku billah va uququl validayn va qatlun nafs wal yaminul ghamus. Payg'ambarimiz alayhisalom aytdilar: eng katta gunohlar, eng katta gunoh kabiralar Allohga shirk keltirish, ota-onaga oq bo'lish va insonni qatl qilish, odam o'ldirish va yolg'ondan qasam ichish deb 4 ta katta gunohlarni sanadilar. Eng katta gunohlar, Alloh kechirmaydigan eng katta gunohlar Allohga shirk keltirish va undan keyin ota-onaga oq bo'lish. Ko'ryapsizmi katta gunohligini? Ko'ryapsizmi Alloh taoloning nazdida qay darajada katta gunohligini? Alloh o'zi saqlasin, ota-onalarimizga oq bo'lib qolishlikdan o'zi panohda asrasin. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalom yana boshqa bir hadislarda aytadilar: "Salasu da'awatin mustajabatun la shakka fihinna, da'watul mazlum va da'watul musafir va da'watul validi ala waladi." 3 toifa kishining duosi bor. Hech qachon rad qilinmaydi. Parda bo'lmaydi. Alloh taolo shundoq duo qilingan zahoti ijobat qiladi. Birinchisi dedilar. Ya'ni birinchisi mazlumning duosi, mazlumning zolim haqqiga qilgan duosi, duoibat. Shuning uchun mazlumni duosidan, duoibatdan ehtiyot bo'lish kerak. Birovga zulm qilib qo'yishdan ehtiyot bo'lish kerak. Birovga zulm qildingizmi? Agar sizga duoibat qilsa, Alloh saqlasin, hayotingiz parokanda bo'lib ketadi. Chunki uni duosida parda bo'lmaydi, duosi ijobat uni. Birovga zulm qilishdan ehtiyot bo'ling. Birovni dilini ortib qo'yishdan ehtiyot bo'ling. Mazlumni zolim haqqiga qilgan duosi ijobat. Va musofirni duosi ham ijobat. Musofir odam Allohga yaqin bo'lib qoladi. Allohga qalbi bog'lanib qoladi. Safarda yuribdi, mashaqqatda yuribdi. Uni yaqini Alloh bo'ladi. Allohga yaqin bo'lib qoladi. Musofir odam Allohga tavakkul qilgan odam bo'ladi. Allohga suyangan odam bo'ladi. Shuning uchun Alloh taolo uni duosini so'zsiz ijobat qiladi. Musofirni duosi so'zsiz ijobat. Shuning uchun musofirni ham duosini olishga harakat qilish kerak. Musofirning dilini og'ritib, uni duoibatini eshitsan, Allohdan panoh so'rash kerak. Uchinchisi dedilar, ota-onani farzand haqqiga qilgan duosida parda bo'lmaydi. Ota-onaning duosi to'g'ridan-to'g'ri ijobat bo'ladi. Shuning uchun ishingiz yurishmayaptimi? Otajon, onajon duo qiling, ishimga baraka bersin. Farzandingiz kasalmi? Ota, onam, farzandim haqqiga duo qiling, duoingiz ijobat bo'ladi. Muammoingiz bormi? Ota-onani oldilariga borib duo so'rang, muammoingiz hal bo'ladi. Nima muammoingiz bo'lsa, ota-onangizdan duosini ijobat bo'ladi. Uch toifani rioyasini qiling. Mazlumni holidan xabar oling. Mazlum odamlar bor jamiyat ichida, zulm ko'rgan odamlar bor. Odamlar bir-birini haqqini yeb, 1 so'msiz tashab ketyapti. Shu ham mazlum odam. Pulini olib, aldab, yolg'on yashiq gaplarni gapirib, hamma pulni olib qochib ketyapti. O'sha mazlum odam. Zulm ko'rdi shu odam. Shu odamning duosi ijobat. Shunga ham ozgina yordam qilib duosini oling, duosi ijobat shu odam. Shu mazlumda qo'lidan hech nima kelmaydi endi u odam. Musofir odam ham xuddi shunaqa safarda yuribdi, qiynalib yuribdi, savdo bilandir, ish bilandir, talaba ilmda yuribdi. Shuni duosini oling. Shuni xizmatini qiling, ozgina bo'lsa ham. Alloh taolo shunaqangi bir buyuk zotki, biz ko'rmaydigan tomonlariga biz hojatimizni tushirib qo'yadi. Shunaqa bir insonlar bor, oldiga borib duo so'rasangiz, duosi ijobat bo'ladi, ishingiz hal bo'ladi, lekin biz shuni ko'rmaymiz. Shayton shuni to'sib qo'ygan bizdan. Bir talab ilmlar bor madrasalarda, musofir o'zi, uzoq-uzoq joylardan kelib o'qiyapti. Kontraktini to'la olmayapti yoki bir ozgina bir hojati uchun ozgina kamko'si bor, kamchiligi bor.
Ozgina pulingizni ayamasdan xizmat qilib keting, ozgina berib keting, duosini olib keting. Alloh sizni yurishmay turgan ishingizga baraka beradi. Sizni to'silib qolgan yo'llaringizni ochib qo'yadi. Lekin biz shuni ko'rmaymiz. Shuni biz tushunib yetmaymiz. Mana shularning qatorida ota-onaning duosi. Shuning uchun ham ulamolarimiz, solihlarimiz ko'proq ota-onaga xizmat qilgan duosini olgin, chunki ularning duolarining o'rtasida parda bo'lmaydi deyshadi. Alloh taolo o'zi ham ota-onamizni haqqiga duo qilishlikka buyurdi. Faqatgina yaxshilik qilish bilan emas, balki oralarimizda ota-onalaridan ajragan kishilar bor. Ota-onalari vafot etgan kishilar bor. Endi ular nima qilishsin desa Alloh aytadiki: "Va qur robbirhamhuma kama robbayani saghira." Ota-onalaringiz vafot etishgan bo'lsa, ularning haqqiga duo qiling. Xuddi ota-onangizga xizmat qilgandek ajrga ega bo'lasiz. Tasavvur qilyapsizmi? Endi masalan Alloh aytayaptiki, ota-onangga yaxshilik qil deyapti. Endi ota-onasi vafot etgan odam qanday yaxshilik qiladi otasiga, onasiga? Duo qilgin, ota-onangga yaxshilik qilgan kabi bo'lasan. Ota-onangdan duo olgan kabi bo'lasan. Qanday duo qilish kerak desa, ey Allohim, otam, onam menga yoshligimda, go'dakligimda qanday rahim qilishgan bo'lsa, ular vafot etishdi. Sen ularga xuddi shunaqa rahim qil. Men o'zimni eplay olmaydigan paytimda menga shunaqa rahim qil, sen ham ularga rahim qil. Men ularni ranjitib qo'yganimda, ular meni gaplarimga parvo qilmay erkalab, quchoqlab, mana har qancha har-hashalarim ko'tarib menga rahim qilishgani kabi ularga rahim qilgin. Allohim ularning gunohlarini kechirgin. Ular zaif, ular gunohkor bo'lsa Alloh gunohlarini kechirgin deb duo qilgin deb Alloh o'rgatyapti. Otangni, onangni haqqiga duo qilgin. Yana boshqa bir oyat karimada Robbana g'firli va li validayya va lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Ibrohim alayhisalom duolari. Ey Robbim, meni va ota-onamning gunohlarini kechirgin deb duo qildilar Ibrohim alayhisalom. Biz ham duo qilaylik otamizni, onamizni haqlariga. Tirik bo'lganlariga ham, vafot etganlarning haqlariga ham duo qilavering. Ularni duo qilsangiz, Alloh taolo sizga bitta farishtani vakil qilib qo'yadi. Nima deb duo qilsangiz, sizga ham Alloh taolo shu bo'lsin. Unga ham shuni ber. Nima so'ragan bo'lsa shuni ber. Ota-onamning gunohini kechir deb duo qildimi? U farishta ham sizni haqqingizga duo qiladi. Ey Alloh, shu bandangni kechir gunohlarini. Chunki ota-onasini gunohini kechirishini so'rab duo qildi deb sizni haqqingizga bitta farishta duo qiladi. Subhanalloh, siz duo qilasiz, sizdan yaxshiroq bo'lgan, sizdan Allohga yaqinroq bo'lgan bitta maloika siz haqqingizga duo qilib turadi. Allohning fazli bu, Allohning rahmati bu. Valil mu'minina yawma yaqumul hisab. Ota-onamni va mu'minalarni gunohlarini kechirgin, ularni mag'firatingga olgin deb duo qilsin deb Alloh taolo Qur'oni Karimda bizlarga o'rgatdi. Alloh hammalarimizga tavfiq bersin, ota-onalarimizga mehribon qilsin, ularni tirikliklarida roziliklarini olib, jannatni o'zimizga vojib qilib olishlikni hammalarimizga nasib aylasin. Alloh taolo hammalarimizni ibodatda, taqvoda sabit qadam qilsin. Subhanakallohumma va bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastag'firuka va natubu ilayk.